Assalomu alaykum YouTube obunachilari. DE invertorlarimiz kelgan 5, 10, 15, 20, 110 kilovoltgacha o'zgulchi narxlarda ulgib olinglar. Xo'p, sizlarga yana bitta narsa ko'rsataman. Davlat toki yo'q joyda chastotli invertorlarimiz kelgan. Quyosh paneli bilan birga hamohang ishlaydi. Agar kimga shunaqangi narsalar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Bizda quyosh panellari uchun kirpnelar kelgan maxsus. Shulardan ham olib qo'yish kerak. Hozir ustalar gigabolt yig'yapti. Shuni maslahat qilib beradi. Mana shu narsadan qo'yish kerak. Kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. O'rnatish xizmati hammasi mavjud. Rahmat. Jinko panellari katta kolleksiyada yetib keldi. Ulgurji narxlarda ulgib qo'yinglar. Kimga shunaqangi panellar, invertorlar kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar. Hozir sizlarga biz chastotli invertorlar kelgan, ularni ham ko'rsatamiz. Ozgina ma'lumot berib o'tamiz. O'rnatish xizmati, sotish hammasi bor.